Chust Konkor zavodiga kelganman. Bu zavod hozir vodiyda birinchi raqamli hisoblanar ekan, Chustda joylashgan. Mana shu restoraningiz uchun tashqi dizaynga ikkita gullarni ekadigan bo'lsangiz yoki archalarni ekadigan bo'lsangiz, chiroyli bitta sizga fondi berib turadi. 1 ming so'm dastavkasi kelishtirgan holatda sizni restoraningizni La Terrassa, L'Avenue deb logolarni tushirsangiz bo'ladi. Favvoramiz 4 so'm ekan. Bu qo'l mehnati, qo'lda yasalgan bo'ladi. Buni xohlasangiz buni oqi va kichkinasi bor. Va albatta, mana buni oladigan bo'lsanglar, xonadonga yoki restoranlarga yoki mehmonxonalarga 3 so'm. Takvina 1 so'm. Bu ham 1 so'm va bu 1 ming. Xullas 1 mingdan tanlab olishga birinchi qo'ldan olsanglar bo'ladi. Hammalari qo'l bola mehnatda yasalgan 1 ming so'mdan tanlab olishga. 2026-yilgi sezonga sizlar yangi mahsulotlarni, hech kimda yo'q noodatiy dizaynlarni qabul qilishingiz mumkin. Videoga like bosib, bizneslarga qiziqadigan va albatta uyni remont qilmoqchi bo'lgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying.